Rozi bo'ladigan odamda qalbida rohat bo'lar ekan. Maza qilib yashar ekan, qiynalmay yashar ekan va tanasida ham rohat bo'lar ekan. Nimaga? Qalbi ha deb siqilaveradigan odamda tanasida ham kasallik bo'lar ekan. Qon aylanishlari buzilar ekan. Sekin-sekin davleniya kasal bo'lar ekan, yurakka o'tar ekan, qand kasal bo'lar ekan. Mana aptekalarga kiring. Aptekalarga kirsangiz, alohida davleniya dorilar sotadigan bo'limi bor. Undagi dorilarning sanog'i yo'q. Nimaga shunaqa bo'lib ketdi? Chunki yuraklarimiz tor bo'lib ketmadimi? Ilgari qarindoshni ko'rgani borsa, bir hafta tursa birortasiga malol kelmas edi. 5 ta bolasi bilan kelsa, 5 ta bolasi bilan bir hafta turardi, birorta na kelinga, na o'sha oila a'zolariga malol kelgan emas. Nimaga endi hozir bir kun tursa bizga malol kelyapti? Chunki dunyo bizning yuragimizga